So'x tumanida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan yirik turizm loyihasi yuzasidan navbatdagi muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Farg'ona viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Mirzohid Ubaydullayev ishtirokida o'tgan yig'ilishda prezidentimiz topshiriqlari ijrosi doirasida Ravon mahalla fuqarolar yig'ini hududida So'x daryosi bo'yida 176 gektar maydonda barpo etilishi rejalashtirilgan zamonaviy turizm majmuasi loyihasi ko'rib chiqildi. Tuman hokimligida tashkil etilgan yig'ilishda tuman hokimi Saidbahrom Said Musayev, mas'ul tashkilotlar rahbarlari va mahalliy tadbirkorlar ishtirok etdi. Tadbir davomida turizm majmuasining master rejasi taqdim qilinib, loyihaning konsepsiyasi, infratuzilma obyektlari hamda hududni kompleks rivojlantirishga qaratilgan rejalar yuzasidan batafsil ma'lumot berildi. Biz endi bu yerda restoranlar, kafelar, har xil shale, to'g'rimi? Butun o'zi nima So'xni atrofida boshqa takliflar ham bo'ladi, lekin bu asosan 130 gektar daryoning bu tomoni, 46 gektar bu tomonida master reja qilingan. Hududimizda boshlab sport kompleksidan boshlanadi. Shu lagerning yonidan boshlab turib, keyingi mostimizgacha boshlanishi sport zonalarimiz bor, stadion bor, sog'lomlashtirish markazlari bor. Undan keyin shale bungalo zonamiz bo'ladi. Bu endi o'sha taxtali uylar, shale uylar, uch burchak uylar. Undan keyin shale uylarimizdan keyin kottej hududimiz bor, действующий bor hudud. Undan keyin bozorimiz bor. Bozorimizdan keyin yoshlar markazimiz bor. Mall bor, katta savdo markazimiz bor. Undan keyin muzeyimiz bor, amfiteatrimiz bor va undan keyin mana shu Obishir soy bo'yidagi ikki qirg'oqda soy bo'yidagi ikki qirg'oqda xizmat ko'rsatish obyektlarimiz bor, ikki qavatli. Undan keyin ko'p qavatli uy-joylarimiz bor, sanatoriyamiz bor. Sanatoriyadan keyin yana bir kichik turdagi sanatoriya, undan keyin yana shale va bungalolarimiz bor, klinikalarimiz bor. Wellness degan yo'nalishimiz bor. Wellness yo'nalishi bu o'sha qishda ham yuradigan, o'sha ignali terapiya bo'ladimi, massaj bo'ladi, sauna, har xil turdagi qishda ham foydalansa bo'ladigan kompleksimiz bor. Endi bular aytayotgan yoshlar markazi, o'sha amfiteatr, bular hammasini biz davlatdan quramiz. Yo'laklar, chiroqlar, hamma obodonlashtirish to'liq biz qilib beramiz. Qolgan tadbirkorlar o'zining obyektini, o'sha o'zi xohlagan narsani auksionda sotib olib qilsa bo'ldi. Endi u yerda bundan tashqari sizlardan ham taklif chiqsa, bas rejaga ancha-muncha o'zgartirish kiritish mumkin, to'g'rimi? Masalan, nimadir zo'r, men masalan 3 yulduzli yo 5 yulduzli mehmonxona qilaman deb qolsangiz, masalan, kimdir sizda taklifga qarab bizning master rejamiz o'zgarishi mumkin. Buni o'zimiz joylaganmiz, Ahmad Bekzod joylaganmiz. Misol uchun sizlarning takliflaringizga qarab yaxshi narsa taklif qilsalaring, biz o'sha joylab berishimiz mumkin. Mana shu 130 gektarni hududiga. Hozircha bu bizning o'sha loyihani qilayotgan kompaniyani o'zini o'sha qarashi bilan qilingan bu ishlanma, dastlabki ko'rinishlar. Hozir bizga buni sizlar takliflaringizdan ham bundan tashqari yo'l-yo'lakay ish jarayonida nimadir o'zgartirishlar bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir aytishi mumkin, daryoni bag'dan yaqin o'tadigan kanatga qilaman deyishi mumkin. Misol uchun, to'g'rimi? Ziplayinlar, bu narsalar, yana odamlar uchun qiziq ko'ngilochar, ya'ni nimalar bo'lsa, biz shuni joylashtirib, shuni qilib beraveramiz. Hech bir chetga kelgan odam, masalan, deylik, 2-3 kun hech bo'lmaganda dam olib bo'lmasa, bir kelganda masalan, bitta bir tomonni ham hisobga olyapmiz. Masalan, o'sha sanatoriyalar ichida borlik uchun masalan, Shohmardonlarga bir chikitgacha bir hafta yuradi. Oilalar bir oylab ham yurishadi. Shu Marg'ilon, Qo'qonlar bir bo'lmagancha, to'g'risi bir oy bir hafta, 2 hafta yuradi. Shunaqa bir joy bo'lishi kerak bu yerda. Shu kelganda o'zi erikmaydigan, masalan, konsertlar, boshqalar qiladigan joylarni qilamiz. Shuningdek, tadbirkorlarning taklif va mulohazalari eshitilib, loyihani yanada takomillashtirish, hudud imkoniyatlaridan samarali foydalanish va turizm salohiyatini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda mazkur hududda milliylik va zamonaviylik uyg'unligini o'zida mujassam etgan Birlik turizm majmuasini barpo etish rejalashtirilayotgani qayd etildi. Ayni paytda loyihani amalga oshirish bo'yicha tayyorgarlik ishlari izchil davom etmoqda.